ikki xona ikkinchi etaj. Biz Yashnoboddamiz. Xo'p, Yashnobod panelningni o'zida bitta opamiz telefon qilib uyimizni sotib beringlar deb aytdilar. O'zlarining nomerlarini qo'yib beramiz. Xullas, ipotekaga ham to'g'ri keladi. Orientir panelni bozorchani oldida 9 qavatli binoni ikkinchi qavati 2 xona 61 kvadrat metr, narxi 63500 uy ko'ramiz. Xo'p, kirib olgan bo'lsak, bu koridorimizni tak, o'ng qo'lda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida konditsioner o'zini joyida qoladi. Razdelniy sanuzel, kuxnyaga kirishimiz mumkin. 1/3 balkonchasi bor. Kuxnyani balkonga olib chiqilgan, bemalol o'tirib choy ichsa bo'ladi. Xo'p, skvoznoy planirovka, shamol aylanishi yaxshi, uyimiz ba'zi bir jihozlari qoladi, uy egasi tomonidan berilayotgan e'lon bo'lyapti. Bu planirovkani bemalol 3 xona qilsangiz bo'ladi. O'zi 2 xona 61 kvadrat metr kvadrat. Yaxshi. 9 qavatli binoni ikkinchi qavati. Etaji ham zo'r. Egasining nomerini qoldiramiz, ipotekaga ham to'g'ri keladi. Uyimizning narxi 63500, ozgina kelishadigan joyi bor. Kimda shunaqa sotiladigan uylar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar.